Bolaligimda menga ham Kinder berishsa maza qilib yaxshi ko'rib yerdim-da, lekin tvorogga hech ham yegim kelmasdi. Tabiiyki 90% bolajonlar xuddi shunaqa tvorog yegisi kelmaydi. Shu uchun tuxum shaklida bo'lmasa ham Kinder sirok tayyorlaymiz. Tvorog, sariyog, skushonkani yaxshilab choper yoki blender qilib olamiz. Sitora bilan tayyorlasangiz mikrovolnovka ham ortiqcha qoliplar ham kerak bo'lmaydi. Ishlatgan tvorogimizni idishni tashlavormasdan tozalab yuvib, yaxshilab quritib, oq shokoladni eritib, xuddi shu ko'rinishda surib, xolodilnikda qotirib olamiz. Tayyor massani ichiga solib, o'rtasini o'yib, uyingizda bor qishga yopilgan xohlagan vareniye bonkasini ochib, o'rtasiga solib, ustidan yana tvorogni solib, tekislab shokoladni qo'yamiz. Kinder sirokimiz muzxonada yaxshilab qotguncha rangi xiralashib chirk bo'lgan idishlarimizni yuvib olamiz. Qo'lingiz kirmaydigan, ishqalagingiz kelmaydigan idishlarni olasiz, idishga solasiz. Qo'lingizga umuman allergiya bermaydigan xlorsiz bavini solib, ustidan qaynoqona suvni qo'yasiz. Chirkni yengil yoki chuqurligiga qarab 20 minutdan 2 soatgacha uvitsangiz, osongina top-toza bo'ladi. Yetarlicha turib, yaxshilab qotib olgan sirokimizni olamiz. Tarelkaga ag'darishimiz bilan xuddi shunaqa go'zallik paydo bo'ladi. Bunaqa mazali sirokni do'konlardan topa olmaysiz. Tayyorlab ko'rib, o'zingizdan ortsa, bolalarga ham bering va menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.